Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ko'rsatuvimizda jigar masalasi bo'yicha gepatoz, siroz, jigar kasallariga tavsiya qilinadigan dorilarni ko'rsatib o'taman. Bulardan birinchisi 7 xil giyohdan tayyorlangan damlama. Bir choy qoshiqini olib, har kuni 1 litr sovuq suvga solib qaynatib olamiz. Sovigandan keyin kun mobaynida ovqatdan oldin, ovqatdan keyin ichiladi. Bu narsa o'ng qo'limdagi dori shunchalik kuchliki, oddiy sariq kasallarni uyda davolaydi. Jigar funksiyasini yaxshilaydi, qonni tozalaydi. Bu narsa ikkinchisi jigarga jon. Jigarga jonimiz 17 xil giyohdan tayyorlangan, asalga tayyorlangan narsa. Bundan bir kunda 2 marta yeb boramiz. Birinchisi och qoringa yarim soat ovqatdan oldin kun mobaynida 2 marta ishlatsak, ikkinchisini ujindan keyin bir choy qoshiq dog'langan suv bilan ichib yoramiz. Bu narsa gepatoz, siroz, jigar kasallari, tiqilmalarni ochib beradi. Agar ichakda shlaklar bo'lsa, semirib ketishlar bo'lsa, qorin dam bo'lsa, ich qotsa, mana bu dorini tavsiya etamiz. Bular shunchalik yaxshi narsaki, kechqurun bir choy qoshiqini bir piyola qatiqqa aralashtirib ovqatdan keyin ichamiz. Qatiq bo'lmagan taqdirda bir choy qoshiqini 1 stakan 200 gram yo 150 gram qaynagan suvga damlab qo'yib, xohlasangiz marldan suzib olasiz, xohlamasangiz shu holda yutib olsa ham bo'ladi. Bu ich kelish faoliyatini yaxshilaydi. Hazm bo'lish prosesini yaxshilaydi. Ozolmagan kishilar bo'lsa, agar juda ham semizlik alomatlari bo'lsa, shlak bo'lsa, qorin dimlanish bo'lsa, semizlik bo'lsa, 3 oydan 6 oygacha ichib boramiz. 2 kun ichgandan keyin, ich kelish me'yorlashgandan keyin bir kun ichib, bir kun tashab ichib boramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.